Davom etamiz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Ohangaron shahrida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishga qaratilgan tezkor tadbir o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Tadbir doirasida oldindan tezkor kuzatuvga olingan Farg'ona-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtotransport vositasi Ohangaron shahridagi umumiy ovqatlanish maskanlaridan birida to'xtatildi. Tekshiruv jarayonida transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaroga xolislar ishtirokida ko'rik o'tkazilishi tushuntirilganda, u o'z ixtiyori bilan yonida giyohvandlik vositalari mavjudligini ma'lum qildi. Olib borilgan tekshiruv davomida uning shim cho'ntagidan 93,62 gramm bo'lgan giyohvandlik vositasi aniqlandi va daliliy ashyo sifatida olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra aniqlangan giyohvandlik vositasi gashish giyohvandlik moddasi turiga mansubligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Umuman olganda 2026-yilning dastlabki 3 oyi davomida Toshkent viloyati bojxonachilar huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash doirasida 14 ta holatni fosh etdi. Ushbu holatlar natijasida esa jami 134,6 kilogramm giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan.